Good day, dears. Today we will talk about present simple. Bugun present simple haqida gaplashamiz. Eng avvalo present simple ga o'tishdan oldin bir muhim ma'lumotlarni aytib o'tishni joiz bildimki, biz bugungi darsimizdan zamonlarni boshladik. Zamonlarni siz bilasizki, avvalgi darslarimda aytib o'tganimdek, har bir zamonning yordamchi fe'li mavjud. Yordamchi fe'llar asosan so'roq va inkor gaplarni hosil qilishda ishlatiladi. Demak, present simple da ham yordamchi fe'llar mavjud. Keling, bugungi mavzuimiz bilan tanishib chiqamiz. Present simple qanaqa zamon? Bu hozirgi oddiy zamon hisoblanadi. Present simple ning yordamchi fe'llari do, does fe'llaridir. Bu fe'llar shaxslarga nisbatan bo'linadi, ya'ni do I, we, you, they olmoshlari uchun ishlatilsa, does esa he, she, it olmoshlariga ishlatiladi. Ya'ni uchinchi shaxs birlik olmoshlaridir. Endi biz aynan shu zamonni formulasiga o'tamiz. Bilamizki, zamonlarga ingliz tilida kirganimizdan so'ng gap hosil qilish uchun ularning zamonini formulasi bor. Ya'ni formulaga qo'yib gap hosil qilamiz. Formulasi dara gapniki subject, verb or verb is. Shaxsga qarab tuslanyapti. Demak, agarda shaxsimiz, e'tiborli bo'ling, strelkani I, we, you, they olmoshiga yo'naltirib qo'yganman, ya'ni verbni o'zi. Fe'lga hech qanday qo'shimcha qo'shilmagan shakli. Fe'lga qo'shimcha qo'shilgan shakli esa he, she, it olmoshlari uchun, ya'ni uchinchi shaxs birliklari uchun. Agarda sizning tuzayotgan gapingizni shaxsi mana bu 4 ta shaxsdan biri bo'lsa yoki ismlar kelsa, ya'ni 2 va undan ortiq ism kelsa ham fe'limiz verbni o'zi hosil bo'ladi. Agarda uchinchi shaxs birlikda he, she, it ana shu olmoshlar kelsa yoki ismlar bittagina bir dona ism kelsa yoki jonli, jonsiz narsa birlikda kelsa, verb is yoki s'dan foydalanamiz. Buni hosil qilishimizga e'tibor qilgan bo'lsangiz, i harfini qavs ichiga oldim. Ya'ni bu degani biz present simple na fe'llariga es qo'shimchasini qo'sha olamiz yoki s'ni o'zini qo'sha olamiz. Bu ikkalasi fe'lni oxirgi harfi qanday harf bilan tugashiga bog'liq. Mana doskani burchagiga e'tibor qaratsangiz, agarda fe'lingizning oxirgi harflari s, double s, sh, ch, o, x harflari bilan tugasa, unda biz es qo'shimchasini qo'shamiz. For example, pass so'zini oladigan bo'lsak, s qo'shimchasi qay holatda qo'shiladi? Es shaklida qo'shiladi. Passes deb talaffuz qilinadi. Agar boshqa harflar kelsa, unda biz s'ni o'zini qo'shamiz. Videoning oxirida sizga y harfiga s, es qo'shimchalari qo'shilishini alohida aytib o'taman. Inkor shaklining formulasiga o'tadigan bo'lsak, subject do, does plus not yoki buni qisqartirgan shakli don't or doesn't deb talaffuz qilinadi. Keyin verb ishlatiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, inkor shaklida fe'lni o'zi. Sababi gapingizda does bo'lgani uchun ham verbni o'zi keladi. Do ana endi inkor shaklidan so'ng biz so'roq shakliga o'tdik. Do, does egadan oldinga chiqadi, ya'ni birinchi keladi. Undan keyin subject va verb ishlatiladi. Ya'ni present simple na so'roq va inkor gaplarini fe'llari, ya'ni verblari verbni o'zi bo'ladi. Ya'ni verb is shaklida yurmaydi. Sababi yana bir bor aytyapman, does yordamchi fe'llari mavjud bo'lgani uchun ham. Mana bu yerda sizga namunalar berib qo'yilgan. We play tennis on Sundays. Shelley plays tennis on Sundays. Demak, biz shanba kunlari tennis o'ynaymiz. Shelley shanba kuni tennis o'ynaydi. Demak, Shelley she bo'lgani uchun ham, ya'ni she olmoshiga teng bo'lgani uchun ham s qo'shimchasi fe'lga qo'shilyapti. Inkor shakliga qarang. Inkor shakliga we bo'lgani uchun ham don't foydalanilyapti. Keyingi gapimizda Shelley she ga teng bo'lgani uchun ham doesn't ishlatilyapti va fe'lni o'zi kelyapti. So'roq shaklda do oldinga chiqyapti, we bo'lgani uchun ham do ishlatilyapti, does she bo'lgani uchun ishlatilyapti va fe'lga hech qanday qo'shimcha qo'shilmagan.
Bu present simple'ni hosil qiluvchi formulalari va yordamchi fe'llar haqidagi ma'lumot edi. Ana endi biz present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamonni qachon ishlatamiz? Birinchi ishlatilish holati kundalik hayotimizda takrorlanib turuvchi ish harakatlar uchun. Ya'ni bu ish harakatlar tez-tez takrorlanishi mumkin. Ya'ni bu often deyiladi yoki ba'zan seldom ishlatiladi. Har doim bo'lsa always kabi signal so'zlari ishlatiladi. Misol uchun siz haftasiga bir marta bozorga borishingiz. Bu har hafta takrorlanadi. Yoki 2 haftada bir borishingiz. Lekin borib turasiz. Bu takroriy holat. Ikkinchi ishlatilish holati esa tabiat hodisalariga, qonunlarga nisbatan. Bahor kelishi bilan havoni isishi, daraxtlarning gullashi, tabiat qonunlari yoki quyosh g'arbdan chiqib sharqqa botishi. Mana bularning hammasi tabiat qonunlaridir. Navbatdagi ishlatilishimiz esa o'zgarmas holatlar. Misol uchun qaysidir davlatning poytaxtini aytsangiz yoki siz o'zingiz tug'ilib o'sgan joyingizni aytsangiz yoki aynan siz hozir yashayotgan hududingizni aytsangiz, bu present simple-ni aynan o'zgarmas holatidir. Yoki kasbingizni aytsangiz. Xo'p, navbatdagi ishlatilish holati esa faktlar va umumiy haqiqatlarga, hayotiy haqiqatlarga nisbatan ishlatiladi. Fakt, misol uchun suvning 100 gradusda qaynashi ilmiy haqiqat fakt hisoblanadi. Hayotiy faktlar esa, haqiqatlar esa hayotga monand bo'lgan haqiqatlar nazarda tutiladi. Bularga aynan nimalar kiradi? Misol uchun yaxshi o'qisang, natijalarga erishasan. Ko'p mashq qilsang, sog'lom bo'lasan degan kabi faktlar, haqiqatlar bu hayotiy haqiqatlarga misol bo'ladi. Bundan tashqari sportni sharhlovchilar ham sportda bo'layotgan voqealarni present simple dan foydalanib tasvirlab beradi. Bu present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamonning ishlatilish formulasi va qoidalari edi. Present simple ni navbatdagi eng oxirgi nuqtasi, ya'ni keywords, kalit so'zlari. Har bir zamonda kalit so'zlari mavjud. Aynan bu kalit so'zlar o'sha zamon ekanligini bildiruvchi signallar hisoblanadi. Demak, always, often, seldom, every bilan keluvchi so'zlar, ya'ni time deb yozib qo'ydim. Aynan time so'zi emas, balkim day, month, year kabi so'zlar keladi. On, at, in. Ondangi hafta kunlari keladi va hafta kunini yozayotganingizda albatta s qo'shimchasini qo'shib qo'ying. Ya'ni lar degan tushunchani bildirish kerak. Ya'ni har, aytaylik bu yerda har shanba kunlari deyilyapti. Ma'nosi shu. At soat keladi. Bunda biror bir ish harakatning boshlanish yoki tugagan soati nazarda tutiladi asosan. In bilan asosan biz kun qismlarini aytamiz va albatta o'sha so'zni ham oxiriga s qo'shimchasi, ko'plik qo'shimchasini qo'shib qo'ying. Usually, rarely, sometimes kabi signal so'zlari mavjud. Bu signal so'zlar gapning qayerida keladi? Always, often, seldom, usually, rarely, sometimes kabi signal so'zlar gapning o'rtasida keladi. Ya'ni subject va verbning o'rtasida. Darak gaplarda. Inkor gaplarda don't, doesn't va mana bu signal so'zlar keladi. Keyin verb keladi. Mana bu oxirgi 3 ta signal so'z esa 4 ta, ya'ni mana bularni umumiy hisobda bitta deb olishimiz ham mumkin yoki alohdadan 3 ta deb olsak ham bo'ladi. Mana 4 ta signal so'zimiz gapning oxirida keladi. To'liqligicha gap tugagandan so'ng oxirida keladi. Misol uchun, always har doim degani. Often tez-tez. Men har doim choy ichaman demoqchi bo'lsangiz, I always drink tea deb berasiz. Often tez-tez, seldom kamdan kam. Every day desak, har kuni, every year, har yili, har degan ma'noni bildiradi. On, aytib o'tdim, on, at, in, uchalasini ham tarjimasi da degan tarjimani beradi. Usually, odatda, rarely, bu ham seldomga o'xshash signal so'z, kam ba'zida degani juda kam degan ma'noni bildiradi. Sometimes aynan o'zi ba'zida deb tarjima qilinadi.
Mana bu signal so'zlarimiz hisoblanadi. Darsimizning boshida sizga va'da berganimdek, y harfini darsimizning oxirida aytib o'taman degandim. Y ga s qo'shimchasi qo'shilishi ikki xil qoidaga bo'ysunadi. Ya'ni bir eslab o'taylik. Oldingi videolarimda y harfi haqida aytib o'tgandim. Y ham unli ham undosh harf bo'ladi degandim. Agarda y harfimiz unli harf bo'lib kelganda es qo'shimchasi qo'shiladi. Undosh harf bo'lganda esa s ni o'zi qo'shiladi. Ana endi bir eslab olingchi, qachon unli harf bo'lar edi? Xo'sh, to'g'ri topdingiz. Agarda y harfimiz undosh harfdan keyin kelgan bo'lsa, unda unli harf bo'ladi va es qo'shilganda y harfimiz I ga o'zgaradi. For example, study, studies. Y harfimiz undosh harfga o'zgaradi, vazifasini bajaradi. Qachon? Qachonki unli harfdan keyin kelsa va s ni o'zi qo'shilib y s shaklda turadi, hech qanday o'zgarishsiz. Misol uchun stay, stays tarzida vujudga keladi. Y harfimiz agar unli harf bo'lganda tovushiga moyilroq talaffuz qilinadi. Study, ko'rdingizmi? Y undosh harf bo'lganda to'liqligicha y tovushini beradi. Stay, y tovushini beradi. Xo'p, mana bu bugungi present simple mavzumiz edi. O'ylaymanki, bugungi mavzumiz sizga manzur bo'ldi va o'zingizni bilimingizni oshirdingiz. Thank you for attention. Good luck.